Assalomu alaykum, hurmatli Taqvo Mebel kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Xo'p, kanalimizga yangi qo'shilganlar obuna bo'lib, notifikatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Xo'p, bugun sizlarga mana shu 12 talik komplektimiz obzorini qilib o'tamiz. O'shimizga keladigan bo'lsak, yong'oq yog'och, qoplama poson deyiladi. Xo'p, orqalari pardali, ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Bizga keladigan bo'lsak, xonimizning razmeri 310 ga 120 holatda ishlangan. Xonlar xon taxta bo'ladi. Bu ishimizda komplektni ko'rmoqchi bo'lganlar, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Telegramdan yozsanglar, rasm videolar bor, tashlab beramiz, ko'rsanglar bo'laveradi. Xo'p, bu komplektimizdan bir komplekt tayyor. Xo'p, kerak bo'ladigan bo'lsa yozsanglar, bugun yoki bo'lmasa ertaga chiqaraveramiz. Son mebel zaril bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, bu ishimizga keladigan bo'lsak, narxi 6 million so'm, dastavkalarimiz bor. Bu ishimizning narxi 4,5 million so'm. Bu ishimizda ham dastavkalarimiz bor. Dastavkalarimiz O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston bo'ylab bor, yetkazib beriladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.